Dadam ketib qolishyapti hozir. Dada to'xtang. Uzr, endi 1 minut vaqtingizni olaman. Kecha video qo'yuvdik-ku, oyog'ingiz og'riyotgani haqida. Juda ham ko'plab xalqimiz duo qilib yozishdi. Doktor akalarimiz ham juda ko'plari telefon qilishdi, klinikaga olib keling deb. Shularning ichidan bitta doktor akamiz telefon qilishdi. Klinikalar bor ekan. Qanaqa klinika? Farovon klinikasi bor ekan. Farg'onada. U joyda 20 dan ortiq malakali shifokorlar ishlaydi ekan. MSK apparat bor ekan. Qondagi kasallikni ham aniqlab berar ekan. 99% kasalliklarni aniqlab berar ekan. Eng qizig'i Farovon klinikani juda ko'pchilik biladi. Bir o'sha yerga olib boraymi? Bemorlar klinikaga borsa, diagnoz qo'yishdan tortib, malakali jarrohlar operatsiyalarigacha. Operatsiyadan keyin palatalarga joylab, o'zlari qarab, sog'lom qilib chiqarib yuborishar ekan. Sizlarga ham tavsiya, Farovon klinikaga borib, o'zingizlarni bir qator tekshirib olsanglar, yomon bo'lmaydi. Nomerlarni qoldiraman. Farovon, number 1.